Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar charchamasdan. Motoblok ishqibozlari. Bugungi videomiz xudo xolasa motoblokning o'zini orqa naviskasini ustilit qilish bo'ladi. O'ziniki mana bunaqa bo'ladi. Razmerlar hamma ko'rgan, hamma bilsa kerak. Men bunga bundan oldin buna qalin temir topolmaganimdan bu listdan qilgandim. Chota buni yer haydayotganda egi bordi. Shunga polnosti perdelka qilib, adashmasam 8 bo'lish kerak. 8 millim. Ikkita tarafidan mana o'zini zavodskoyim o'zim teshib как zavodskoyda qilib sal bu yoqqa chiqazdim. Mana bu palits yaxshi o'tirsin deb mana bunaqa boltdan foydalandik tepasida. Pastida ham bor, xuddi shunaqa. Pastida ham bolt bor. Чтобы lift bo'lmasin deb, plotni o'tirsin deb. Prosta bu yoqqa boshqa qilsa bo'lardi. Mana narigi motoblok 7 ot kuchli motoblogimga ulanadigan joyi bunga sig'madi. Kattalik qildi. Endi uni perdelka qilishga to'g'risi ne stoyid, chunki unga aravalar hamma narsa unga moslashgan. Shuning uchun buni bunga perdelka qilib chiqazdik. Ham mochni bo'ldi. Mabetdan nimadan reduktordan mashinaqasiga temirni egib olib kelib mashinaga qotirdik. Bu обязательно kerak menimcha. Agar og'ir ishda ishlatadiganlar bo'lsa, mana shu narsani qilib olsin. Narigi motoblogimdan xuddi shunaqa qilingan. Chunki mana buni o'ziga ko'p nagruzka tushadi-da. Reduktordan olinsa yaxshi. Uni bitta bo'tdan ochdik, qotirib, ug'onlikdan egib, tagiga qotirib qo'ydik. Anchagina baquvvat mahkam bo'ldi bu. Endi tepasidan ham qilmoqchi edimmi, faqat ko'ramiz hali. Variant. Agar bugun egadigan bo'lsa, tepasidan ham bitta qilamiz. Agar o'zini svarkalardagi nagruzka tushsa. Menimcha, lekin mana shu normalniy bo'lsa kerak deb o'ylayapman. 8 lik list. Bu ikkita tarafidan boltga qotiriladi. Mana buning ichida rezbasi bor. Skvoznoy emas bu. Yarimigacha betdan rezba, yarimigacha pastdan rezba qotiriladi. Bu blankalar o'zini blankasi edi. Uni ustidan qotirdim yana ham mahkam bo'lsin deb. Tak, endi mana bu krilo hozir bitta narsa ko'rsataman. Mana bu zavodskoy krilo. O'ziniki. Komplektda chiqqan. Bunisi qo'lda yasalgan krilo. Nima deysizlar? O'xshabdimi? Bu zavodskoy. Bu qo'lda yasalgan. Buni dadam yasadi. Dadam ham bunaqa narsalarga rosa ishqiboz. Krilosi yo'q edi bu motoblogini olganimda, buni bu ishni oldim. Menimcha ikkalasi ham bir xil turibdi, raznicasi yo'q. Bugungi temamiz shu bo'ldi. Agar kimda kim pritsep ishlatadigan bo'lsa, orqasiga plug yoki shunga o'xshaydigan naveskalar bilan ishlaydigan bo'lsa, tavsiya bu o'zinikini ishlatmanglar. Seravni o'ziniki unchaga nima qilmaydi, ustilit qilish kerak. Lutchi sinib qolgandan ko'ra oldindan qilib qo'ysa, anchagina baquvvat mahkam bo'ladi. Mashinaga tagidan обязательно bitta planka beringlar. Bu o'yin agar nagruzkada bo'lsa, mana shu svarka joyida mashinadan o'ynaydi. Agar yaxshilab ahamiyat berilsa tepa-pas. Shunga agar pastidan mashinaga blanka bersak, juda yaxshi bo'ladi. Tepasidan ham yetib berib ko'raman mashinadan. Bunaqasiga. Agar yaxshi rezultat bo'lsa, shunaqa uni ham video qilaman. Bugungi videomiz shu bo'yicha edi. Xudo xolasa yana boshqa videolarda ko'rishguncha. Murojaatlar bo'lsa bemalol yozaveringlar.